Nima olib kelding menga? Ne unaqa sodda bo'lasan? Kallang qurg'ur, kallangga Ey, Eng yaxshisi shu deyishdi. Shuning uchun ko'tarib kelganing. eng yaxshi desa olib kelurmaydi. Buni gaz rasxodi, svet rasxodini o'ylagin, umringni yevoradi-yu bola. Hormanglar. Salomat bo'ling, assalomu alaykum. Shu ukalaringiz urishsiz qolmadi, aka. Nima bo'ldi yana? Ko'rmaysizmi? Kallasi ishlamagandan keyin nima qilasiz endi? Qo'liga pul berib, uyda suv ichishga nimadir olib kelgin desam, men bo'ylarmish, nimadirmish olib kelib, hozir nima qilaman buni deb jahlim chiqib o'tiribdi. Aka, men bundan uyimga o'rnatganman. Bilasizmi, buni qanaqa afzalliklari borligini? Men buni birinchi marta ko'rib turibman. Hozir tushuntirib beraman aka sizga. Nima uchun uyingizga boiler o'rnatishingiz kerak? Hozir men sizga boilerni 5 ta eng zo'r afzalligini aytib o'taman. 5-inchisi ishoning sizni aniq o'rnatishga majbur qiladi. Birinchisi gaz va elektr xarajatlaringizni tejashga yordam beradi. Chunki boiler gaz va elektr bilan emas, balki isitish qozonidan keladigan issiqlik orqali suvni isitib beradi. Agar isitish qozoni turli xil sabablarga ko'ra ma'lum bir muddat o'chib qoladigan bo'lsa ham, tashqi tomondan ko'rib turganingizdek yaxshi izolyatsiya qilinganligi tufayli boiler o'zidagi issiqlikni uzoq vaqt bemalol saqlab tura oladi. Boilerlar o'rtacha 100 litrdan millilitrgacha bo'lgan hajmlarda ishlab chiqariladi. Bu esa o'z navbatida issiq suv ko'p ishlatiladigan ko'p qavatli turar joy majmualari, sanuzel va oshxonasi ko'p bo'lgan katta xonadonlar yoki bo'lmasam zavod va ofis binolari uchun ham bemalol o'rnatish imkoniyatini beradi. Ichki tarafdan emal bilan qoplanganligi va o'zida teni yo'qligi tufayli boilerda zang va tuz yig'ilish holatlari kuzatilmaydi. Sizga esa uzoq muddat va xavfsiz xizmat ko'rsatadi. Endi va'da qilganimizdek, boilerda eng zo'r afzalligini aytib o'tamiz. Buni faqatgina isitish qozonlariga emas, balki quyosh kollektorlari, issiqlik nasosi va boshqa turdagi isitish manbalariga bemalol ulab ishlatish mumkin. O'ylaymanki, boilerda yetarlicha afzalliklarni aytib o'tdik. O'rnatish yoki o'rnatmaslik esa o'zingizga havola. Videoni foydasi tegadi deb o'ylagan tanishlarga yuborib qo'ying. Izoh yozish va like bosish esdan chiqmasin.